Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim yolg'iz insonlar uchun bo'ladi. Yolg'iz insonlar hayotiga yangi inson kirib keladimi yoki baxti yopiq insonlar baxti ochiladimi? Shu haqida bo'ladi ochirim. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin. Qanunda boshladingiz. Hayotingizga yangi inson kirib keladimi? Baxtingiz ochiladimi? Qani ko'raylik, kartalarimizda nima demoqda. Uchta kartamizni bu yerga olib qo'yamiz. Sizda to'sqinliklar, ya'ni ikkilanishlar, yo'llaringiz yopiqligi, siz qalban bir insonga bog'lanib qolganligingiz, sizni yolg'iz deb ham bo'lmaydi, bir insonga bog'lanib qolgansizki, umidingiz bor. O'sha insondan umidingizni uzmaganingiz bois hayotingizga yangi inson kirib kelmayapti. U, ya'ni qalbingizdagi inson ham sizga nisbatan talpinmayotgani, siz hozirda pullarni o'ylab turganingiz, pullarni o'ylab turibsiz. Ya'ni sizga erkak kishidan qanaqadir pul yordam kelishi ko'rinmoqda, ya'ni surpriz ham bo'lishi mumkin. Sizni hayotingizga uchraydigan inson sizni sevadigan, ya'ni puldor inson borligi ko'rinmoqda bu yerda. Sizlarda sehr bor, ya'ni bu kuchli sehr borligi, zanjirband ekanliklaringiz. Nimaiki bo'lmasin, kimdir bilan tanishmang, hayotingizdan yoki shunchaki kirib chiqib ketadi yoki jiddiy munosabatda o'tmaydigan holat, ya'ni hayotingizda shu narsalar bo'ladi, chunki siz yopiqlikda turibsiz. Sehr sabab. Sehr sabab. Hayotingizga yangi inson kirishi hali aniq emas, ya'ni yo'llaringiz yopiq. Ikkilanishlarda turishligingiz, juda ham ko'p o'ylovlarda turganligingiz, siqilishlarda juda ham ko'p siqilib qolgansiz. Sizga qayergadir yo'l bor, lekin u yo'lingiz yoki yo'l kutmagan insonlar qayerdir siz borishingiz mumkin. Yo'lga chiqmoqchi bo'lgan insonlar esa bu kartamizda o'ylagan joyingiz siz o'ylaganday bo'lmasligi, ya'ni kutgan holatingizday bo'lmasligi bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Umidsizlikka tushib qolgansiz. Bir ayol sababli. Sizning dushmaningiz ayol kishi. Ayol kishi. Yo'llaringizni yopib tashlagan, baxtingizni yopib tashlagan. Shu uchun ham hayotingizda juda ham ko'p to'siqlarga uchraysiz. Siz o'zingiz omadli, rizq barakali insonsiz. Nima desam, sehr bo'lgani sababli sizda ko'p yopilishlar, ya'ni yopiq holatlar yuzaga kelmoqda. Baxt yo'llaringiz ochiladimi? Yangi tanishuv, yangi inson hayotingizga kirib keladimi? Kirib keladi. Hayotingizga kirib kelishi mumkin, ammo sizda yopiqlik bor, ya'ni siz o'zingizni chistga yoki tozalatishingiz kerak. Agarda kartalarimizda ko'rinayotgan bo'lsa azizlarim, desam, sizda to'siqliklar bor, chistga tozalatishingiz kerak. Bu baxt yo'llaringizni yopib qo'ygan insonga ham bog'liq. Omad siz tarafda baxtli hayot sizni kutmoqda. Hayotda sevib, sevilib yashaysiz, faqatgina tozalatganingizdan keyin. Chunki ikkita kartamiz ham bir xil karta tushdi azizlarim. Sehr sabab sizda yopiqliklar borligi. So'nggi kartamizni olaylikchi. Siz sevilasiz hayotda, baxtingizni topasiz. Sevgan insoningiz, taqdiringizdagi inson sizni kutib turganligi, sizda to'siqlar, ya'ni ikkilanish borligi, yo'llaringizni ochishingiz kerakligi va barqarorlikka erishishingiz mumkinligini kartamizda aytib o'tmoqda azizlarim. Bugungi ochirim shulardan edi.
Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.